Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bir baqlajon salatini tayyorlab ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladi kartoshkalarimizni somon shaklida to'g'raymiz va tuz qo'shib aralashtirib olib qo'yamiz. Bu borada baqlajonlarimizni ham somon shaklida to'g'raymiz va qizib turgan yog'ga kartoshkalarimizni qovuramiz. Qizarib uncha pishish shart emas. Qizarsa bo'ldi ustidan. Baqlajonlarimizni solamiz va bularni yaxshilab pishiramiz. Bu borada bodring, pomidor va bolgarlarimizni ham somon shaklida to'g'raymiz va aralashtirib turamiz. Bu yaxshi pishishi kerak endi. Qizarib pishib bo'lgandan keyin idishga solamiz va tayyorlab qo'ygan masalliqlarimizni solib, tuz va uksus, limon sirkasini solib, salatimizni yaxshilab aralashtiramiz. Bu salat hammaga birdek yoqadi, ta'mi o'zgacha mazali bo'ladi. Kartoshka va baqlajon bir bo'lib qovurilgani uchun o'zgacha ta'm beradi. Salatimiz ham tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.